Assalomu alaykum hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, Chinoz obunachilari. Bugun 2026-yil 26-aprel haftani yakshanba kuni. Toshkent viloyati Chinoz mol bozorida yirik buqa, mayda buqalarga o'tdik. Yaqinda video izohimiz ketdi birgalikda. Buqani vesi, narx-navosini yaqin tanishtiramiz. Assalomu alaykum hurmatli aka, qora buqa sotildi, xudo xolasa. Yaxshi niyat bilan to'raga qo'yildi. Qanchasi to'radi? 470 kilo. 475 kilo. Demak, taxminan bo'yi 1.30-1.35 bo'ladi. 475 atrofida, 80 kilo atrofida shu buqamiz. Qanchadan baraka bo'ldi? 60 ta. 60 mingdan baraka bo'ldi. Sal pishmagan, xomroq. Endi qassoblar ham qarab, pishgan mollar, pishmagan mollar boqadi. 64-65 gacha bo'lyapti. Oqalan ko'rsataylik. Mana. Oka başı buqamizni 60 ta to'raga qo'shibdi, 475-480 atrofida ekan. Egasi aytish bo'yicha. Demak, sog'lom, tani joni sog'. Lekin buni yana dash boqaman degan odamga kamida 7-8 kilo bo'ladi. 700 kilo buqa bo'ladi ham qo'ying. Oyoqlar butun. Mana akalar ko'ryapsizlar, charchamanglar. Bu aka sotishda, olgan ham sotgan ham baraka topsin. Charchamanglar, sog' bo'linglar akalar. Malades. Assalomu alaykum akalar. Buqani ko'ryapsizlar. Chempionlar keldi. Mana undan ham zo'r ekan aka. Xudo xolasa, to'raga qo'yilganmi yo'qmi aka bular? To'raga qo'yilganmi yo'qmi? Eski chiqmasin, yirik. 540 kilo. Aka, 540 kilo qora ola bo'yindor, oyoqlari baquvvat aka. Olgan odam maza qilib boqadigan. Ha, o internet tushundim. Qayerga mol aka bu? Savlasi. Oq tortilmagan. Mana oqam qolsa, mana oqara, oqatda bu. Iye. Yirik buqa. Assalomu alaykum. Bu vosita yirik buqada keldi, xudo xolasa. Bu ham taxminan aka 600 ga yaqin. 540 kilolik bo'yindor buqa. Bunisi 400-500 atrofida. Plus minus. Yoshi to'lgan. Ikki kura, aka, xudo xolasa olgan baraka topadigan sog'lom, yirik buqalar, oyoqlari butun mana. Aka, bularga qanchalar qo'ydik? 35 million oyoqda kami bor. 40 milliondan kami bor ana. Xudo xolasa, buqani ko'ryapsizlar. Taxminan bo'ylari 1.35 atrofida bo'yini qarang mana. 40 millionlik buqa mana, akalar. Bo'yindor. Oka, bozor qancha qilyapti? 35 ta o'tib bering deyapti. Qaramiz. Bu qoramizga 35 ta o'tib berdi ishdi, nari 36 ta o'tib berdi ishdi. Bu tarozigacha 64 dan bermadingiz, to'g'rimi? Taroziga 64 dan berishmadi. Akalar, pol informatsiya beryapmiz. Demak, mana bu buqamizni 36 dan o'tib berishmadi. Uni 35 o'tib berishdi. Bunichi 30 milliondan, to'g'rimi aka? Bermayapsiz. O yurish kerak. Akalar, orqada o'z boqqanmisiz? Aka mehnat deyapti. Mana avvalambor shu narxga sotib oling. Ni boqqan ekansiz, Alloh rohatini ko'ring, barakasini berishingiz, rivojini bersin. Akalar, Chinoz buqa bozorida bugungi narxlar mana shunaqa. 60 so'm bermadilar, 65 siz ketgan joyi bor. Bu buqalar oyoqda ham, taroziga ham beriladi, to'g'rimi aka? Aka, nima yegan bular asosan? Hujraga boqqansiz. Gap aka. Charchamang aka, sog' bo'ling, sog'dingiz, biz kuningiz xayr bo'lsin, charchamanglar. Assalomu alaykum. Shvedmi aka, nima bu? Qornida shved bor-a? Aka, xudo xolasa, buqani olib keldi. 28 so'rayapsiz. 30 so'rayapsiz. 28 ga bermadi. 28,5 millionga shu buqamizni taroziga beriladimi? 60 65 dan taroziga bermadinglar, 28 million oyoqda bermadinglar. Bunaqasi ham bunaqa sotilar farqi yo'q, faqat kelsa bo'ldi. Gap yo'q. Taroziga qo'yilganmi yo'qmi? 453 kilo. 443 kilo. Aka mana. Sog'lom, etlari zo'r buqa. Do'stim, charchamanglar, sog' bo'linglar, sog'dinglarni bersin, kuninglar xayr bo'lsin.
Akalar buqamiz sotildi, baraka bo'ldi. O'zingizmi buqa? Mana. Qanchaga baraka bo'ldi? 28,5. 28,5 millionga baraka bo'ldi. To'raja qo'ymadinglarmi? Yo'q, oyoqda ketdi. Bo'l, barakasini bersin. Orqalarni ko'rsatyapmiz. 28,5 million. Boqma buqa. Boqaman deganga Xudo xo'ri keladigan. O'zi charchamanglar, sog' bo'linglar, sog'liklarni bersin. Okalar 62 mingdan baraka bo'ldi. 62 ming. 62 million sotmoqchi. Ha, 60 ming olgan ekanlar, 60 ga sotaman deyaptilar endi. Bo'ldi. Ikkita buqamizni hozasi bo'lyapti ekan. Sog'lom. O'shalar. Mayli. Sog'liklarni bersin, oqa charchamanglar, kuninglar xayrli o'tsin. Uzun chaydarini eshitib qoladi. Charchamang. Baraka bo'ldimi? Okalar, buqa sotildi, oqbosh. Qanchaga sotildi? 63 mingga. Baraka bo'ldi. Nechaga so'rasizlar? 519 ga buqa, 63 mingdan baraka bo'ldi. To'g'ri aytgan ekan. O'sha halol bo'lsa, Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Orqalarni ko'raylik. Mana bu. Olgandan sotgandan baraka topsa iloyim. Zo'r. Buqa tiniq ekan, lekin zo'r boqiladi. Молодец. Mana shu qisqa sotinglar. Narsa sot. Yo'g'olda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 83 kilo. Bunisi 420 kilo. okalar baraka bo'ldi hozir. 62 mingdan baraka bo'ldi. Hali buqalarimiz 62 ming baraka bo'lib ketdi. Bir joyda ekansiz. Молодец. Olgan ham, sotgan ham iloyim baraka topaversin. Xudo xolasa. Bu ham sotildi okalar. 28 millionga oyoqda baraka bo'ldi. 456 kilo. Avaz aka sol sotdingizmi? Sotdim. Aka barakasiga charchamang. Olgan ham sotgan ham baraka topsin, gap bo'lsa ko'mas. Mana. Buni o'rganamiz. Mana ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum aka. Bu rangi tiniq ekan aka, qanaqa zotli bo'lasizmi? Ha, zotli. Plotli ekanda. Yoshiga to'lmagan. Endi yoshiga to'lib qoldi. 0659 raqamli buqacha sotiladi. Taxminan bo'yi 1.15-1.20 chiqadi. 1.15 atrofida. Oyoqlari baquvvat. Orqalarini ko'pita ko'rsanglar, suv to'ygan ekan aka bu. Bu qayerning mol aka bu? Shuni o'zim iste'mol. Yebishga javob beraverasiz. Qancha so'rasiz bunga? 23 so'rayapsiz. Xayri bor. Ozgina kami bor. Bunday joylar. Bozor narx qildimi? 21 qilishdi. 21 taqaldi. Sutsi ketadi. Ozgina suv yursa, Ozgina. akalar buqa olaman deganlar mana zo'r buqa yelkalarni qarang, yoshligida ma'lumda. O'yindor, oyoq yelkalari keng. Buqa bilan buqani farqi bor-da, pulida ham farqi bo'ladi-da, shunga yarasha. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdoyingiz bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang aka. Assalomu alaykum. Mana o'zimizning chovkar rang buqamiz keldi. 51 10 raqam. O'sha uzun ekan. Ha, o'shasi bu. Assalomu alaykum. Akalar boqqan odam bu yoshligida qarang, bo'yinni qarang mana. Yig'ish boshlagan. Oyoqlari butun, Orqalari ham zo'r. orqalari uzun-da, ko'rib orqalari. Aslo olaman deganlarga sog'lom buqachalar. Taxminan 1.10 bora bo'yi. 1.10 chiqadi. Yebishga muammo yo'q. Yo'q. Qani joni sog'. Qayeri bo'ladi? Chinozga meslimon. Narx-navosi 16 ming sayqab beryapti. 8 kam bor dedik. Qaysi kanal aka bu? Shinozus. 18 kam bor, 16.200 bermayapsiz. 800 bermayapsiz. 8. Ozgina qo'shsa Beraveramiz. baraka bo'ladi. Bittami yana bor? Bitta bor. Qolgani sotildi. Bo'ldi. Oqa charchamanglar, sog' bo'ling, sotildi. Olmanglar, assalomu alaykum. Yoshi to'lmagan hali. Yo'q. Qayermon? Chinozga. Yebishcha yaxshi. Yebishga jo'q. Молодец. Shu to'ygan ekan-a?
Orqalari qarang. Kelajak bor bu qadar bo'yini yoshligida taxminan 1.10 bor bo'yi, 1 metr 1.5. Mana bo'yini qarang akalar. Voy joni bor. Yoshligidan bo'yni kaltda, oyoqlari mo'shlegan. Yoshiga to'lmagan bu qancha? Narx qancha so'rayapsizlar? 20 so'rayapmiz. 20 so'rayapmiz. 20 million so'radinglar, kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 17 so'rayapmiz. 17 bermadi. Ozgina ish kerak. Ozgina siqsa ustiga mana shu sotiladi, to'g'rimi? Yurgizsa ozgina oyoqlarni ko'raychi. Hayda. Oyoqlarni olishdan so'rab. Olaman deganlarga, "Jiyan, nomerini qoldirgin, telefon raqamini qoldirasan." 93lik 121 1306. Ismi nima? Elshon. Dilshon. Dilshon aloqa akalar mana shu yoqqa sotiladi, xudo xolasa. Yurgizib tekshirib oladi, bemalol, to'g'rimi jiyan? Malades. Yana bormi bitta shumi? Bitta shumi? Hech charchama, omading bersin uka. Malades. Mana orqalari keng, uzun narsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chinoz obunachilari. Bugun 2026 yil 27-aprel haftani dushanba kuni. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, qiziqqanlar uchun buqa boqaman, yaxshi niyatda yurgan ko'kalarimizga 18 bosh Green 4, ikkita limuzin, bitta Angus va ikkita simental buqamiz bor. O'bshu 18 bosh. Asosan Sirius yeyapti, Sirius ishtahamni urishyapti. Undan muammo yo'q. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar buqa boqaman biznes qilaman ko'kalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamini qo'llaman. Ko'ryapsizlar, buqalar sog'lom, taxminan aytamiz, bo'ylari taxminan 1.10 dan boshlab 1.30, 1.35 gacha bor. Yirik buqalar bor. Asosan Green 4 shoxli bor. Mana ko'ryapsizlar, simental, gibrid. Angus mana. Xudo xolasa yaxshi boqilgan yeb ishlariga, tanajoniga yeb ichib bir hafta javob beriladi. Tanajoni sog' asosiysi, yeb ishlari zo'r mana. Ko'ryapsizlar, salomatga har bitta o'tda kunjaralarni kepaylar ishtaham urishyapti mana. Ishtahalar dahshat. Jami 18 bosh sotiladi. O iloji bo'lsa, bo'sh bir joy sotiladi. Degan bir joyda olaman degan ko'lam bo'lsa, 18 tani 24 milliondan xayri bor. 24 million narx qo'yildi, 24 milliondan kelsa joylari bor. Hamma bir joy sotiladi, xudo xolasa, yaxshi niyatda olaman degan, biznes qilaman degan ko'lam, uzoq yo'lda o'tgan ko'kalarimiz bo'lsa, olib boqsanglar bo'ladi. Sababi bular xudo xolasa 6 oy, 1 yil boqilsa, bu xudo xolasa kamida yo'q bilan 40 million buqalar bo'ladigan buqalar mana. Yaxshi boqilsa, undan ham oshadi. Tirik ba'zan o'rtacha 300 kilodan, 200-300 kilodan boshlab 400 kilogacha buqalarimiz bor. Mana ishtahalar bilan o't urishyapti. Ishtahalariga gap bo'lsin, yeb ishlariga, ishtahasiga javob beriladi. Qiziqqanlar, olaman degan ko'lam bo'lsa, telefon raqamga bemalol aloqa chiqaverasizlar. Kelib, o'zingizlar ko'rib, yurgizib, tekshirib, undan muammo bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar, ishtaha hammasi zo'r. Orqalari keng. Boqaman, biznes qilaman degan ko'lam to'g'ri keladi. Buqa boqib, biznes qilaman deganlarga, xudo xolasa ko'rib, yurgizib, tekshirib olaverasizlar. Jami 18 bosh. 18 bosh. Telefon qilsanglar, adresini tushuntiramiz, qayerga borishga, nima qilishga to'g'ri tushuntiriladi. 18 bosh buqa sotiladi, 24 million narx qo'yildi. Telefonda lokatsiya berish imkoni bor. Bemalol telefon, Telegram aloqa qilsanglar, lokatsiya beramiz. Masofa qayerga borish tushuntiriladi. 24 million xayri bor. Ko'rish yiriklar ham bor ichida. Demak, olaman degan yaxshi niyat ko'ramiz. Bu aloqa chiqib, telefon raqami qoldirib 97 lik 539 1182. Telefonimiz 24 soat ishlaydi. Xohlovchilar mana bu qanaqa ko'ryapsiz, yurishlari zo'r, tanajoni sog', asosiysi. Boqaman degan qarang, to'rt burchak to'rt zo'rlar bor ichida. Jami 18 bosh, hurmatli obunachilar, boqish bozlari. Buqa boqaman asosiy niyat qilganlar mana. Mana shu usul sotilar sababi bu biznesga pul tikadigan qo'yakalarimiz sotamiz deyishdi. Kelib o'zingizlar xudo xolasa guvoh bo'lasizlar. Olaman degan niyatda aloqa chiqaringlar, undan muammo bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, shoxli variant, shoxsiz variantlari. Mana bu gibrid simentlar mana yirik ko'ryapsizlar. Taxminan 300 kg bor indamasdan.
yaxshi niyatda aka ukalarimiz bo'lsa aloqaga chiqinglar, xudo xohlasa akalar. Olib maza qilib boqinglar. Olib borib yaxshilab qarab, yaxshilab boqsanglar. Buqani ko'rib, o'zingizlar tanlab, holat tanlab olish endi egasi aytdiki, tanlab ololmaydi, bir joy sotaman dedi. Shunga bir joy olsanglar bo'ladi, xudo xohlasa baraka topasizlar. Mana. Oyoqlari butun. Bitta ikkitasi mana bu cho'tkani oyoqlari olib qolib deb qolamiz, angusi, atak qolganlari soppa-sop. Oyoq uribdi bu qora boqamiz. Qolganlari soppa-sop mana. Emlangan, hammasi dorilar qilingan ekan, xudo xolasa. Olgan odam, boqqan odam baraka topadi. Asosan bular silos edi, silos kepak olib berilyapti hozir. Hali bo'rdoqqa tashlangani yo'q. Yeb ichiga, tanajoniga, yurish turishiga barchasiga bir hafta javob beriladi. Olib boqqan odam kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Bemalol kelaveringlar. 18 bosh buqamiz bor. Ikkita limuzin, ichida yuribdi, ikkita limuzinimiz bor, ikkita semental gibrid. Mana semental ko'rsa, semental, bitta angusimiz bor. Hammasi bir-biridan zo'r. Qolganlari Greenford. Mo'davomcha nima deymiz? Xudo xolasa kelinglar, ko'ringlar, o'zingizlar xudo yurgizib, tekshirib, bir joyda olgan odamga xudo baraka deyiladi. 24 million xayri bor. Telefon raqam qoldirdik. Akalar, xudo xolasa barchani kutib qolamiz. Boqa-boqaman degan akalar bo'lsa, kelib, xudo xolasa savdoni qilib ketaverasizlar. Hammasi bir joyda olgan odamga chiroyli qilib kelishib beramiz. Ancha xayri bor, eshitgan narxlardan o'tib beriladi. O'zingizlar ko'rib, agar charchamanglar, sog' bo'linglar, bozorlaringiz kuninglar xayr bo'lsin. Sog' bo'ling.